Abidan keyin ular bu yoqqa keladi, bu yoqqa boradi. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana biz zavodga ekskursiyaga yetib keldik. Hozir alyumin ishlab chiqaruvchi zavodiga kirib ketyapmiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz hozir alyumin zavodida ichiga profil eritma sifatida boshlanadi. Ekskursiya shu joydan boshlanadi, alyumin zavodida. Alyumin shu joydan 1000 gradusda erishda boshlaydi. Bu alyumin quymasidan ishlangan silindrlar. Birinchi u tarafda pechkasiga alyumin seriyalar quyib turilib, bu konteyner orqali silindr holatda quyib tayyor bo'ladi. Shu hamma turgan alyumin silindrlar birinchi pechka jarayoniga borib quyib eritiladi va keyingi konteynerda filtrdan o'tib silindr shakliga keltirib tayyorlanadi. Bizamiz birinchi degazatsiya qilamiz. Boya ko'rganlaring degazatsiyani vazifasi alyuminiy tarkibidagi vodorod gazlarini olib chiqish. Chunki agar alyuminiy tarkibida vodorod qolsa, keyinchalik bosayotgan vaqtimizda profillarda qaynash hosil bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa profil yirtilib ketish holati bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu maqsadda biz degazatsiya qilamiz. Eng oxirgisida filtrdan o'tadi. Ya'ni filtrdan o'tadi. Filtrdan o'tayotganda alyuminiy tarkibida transit metallarning hammasini mana shu filtr ushlab qoladi. Ya'ni pastga toza alyuminiy o'tadi. Qo'shilayotgan asosiy narsalar mana shulardir. Keyin bizada bu apparatlarimiz bu sinovdan o'tgan mahsulot va kafolat ustastlari inoani tanlaydi. Alyumin mahsulotlari laboratoriyada har biri tez tekshiriladi. Hozir benkam joyini laboratoriya xonasida Kuzatishda davom etinglar. Sizlarga boradigan mahsulot qanaqa sifatda ishlab chiqarilishini to'liq yoritib beramiz. Alyumin zavodida ekskursiya davom etadi. Bu alyumin zavodida qonni mana alyumin ishlab chiqariladigan mahsulotlar. Hasadli sistemalar bular. Bu zavodda butun dunyo bo'ylab 25 ta davlatga mahsulot ishlab chiqarib eksport qilinadi. Sizlarga ishlab chiqariladigan mahsulotlar hammasi test sinovidan o'tadi. Ularga ham qo'l bilan teginmanglar, xo'p bu qizirilgan issiq bo'lishi mumkin. Bular ham. Giletinani pichog'i bor, hozir gidrotsilindr talqat qilyapti-da, kesib tashlayapti. Kesilganda baribir kirib ketadi. Bu hozir preslaniko mahsulot mana shu. Boshda ko'rganlarida alyumin profil silindr shaklida mana shu har xil profillar ishlab chiqariladi. Mana zavodda ishlab chiqariladigan mahsulotlar obrazlari. Nima deyapti? 20 santimetrli profillar.
Bunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, Innovaga murojaat qilinglar. Innovatsion yangiliklar, sizlar hayollaringizga keltirmagan eshikroq sistemalari bu. Mana hamma bilgan oddiy alyumin profil ishlab chiqarib, mana shu holatda bo'ladi. Endi pakraskaga bo'lish jarayoni. Eshikrom sohasida yangiliklardan xabardor bo'lib, sifat qanaqa darajada bo'lish kerakligini xohlasangiz, Innovaga obuna bo'lib qo'ying. Hozir sizlarga Akfa mahsulotlari qanday tarzda bo'yalishini ko'rsatamiz. Mana shunday holatda bo'yaladi, bitta robotlar ishlaydi, robotlar profilni ikki tomonidan sepadi. Bu standart bo'yicha hamma yoq yuqori aniqlikda ishlaydi. Va bu joyda sepilib bo'lgandan keyin pechkaga kirib ketadi. Pechkaga kirib, mana shunday shaklda, konveyer shaklda upakovkaga boradi. Va upakovkaga dellerlarga tarqaydi. Ranglar kataligi alyuminiy seriyada. Kimga yuqori sifatda o'z talablariga javob beradigan, Yevro standartlarga javob beradigan eshiklar mahsulotlar kerak bo'lsa, Innovaga obuna bo'lib qo'yinglar va foydali ma'lumotlardan xabardor bo'ling. Keyingi jarayonga yo'l oldik. Hozir hammani ko'nglidan joy olib bo'lgan alyumin profilda bo'yalishini ko'ramiz. Do'kmakko profil yarim tayyor holati. Italiya texnologiyasi bo'yicha mana shu apparatda 2200 gradus bosimda oxirgi rangni berib tayyorlaydi. Ko'rib turganlaringizda mana shunaqa dekorativ holatda tayyorlab beradi. Profillar issiqqina mana tayyor. Ko'rasizlar, yaxshi ma'lumotlarni o'rnatib kuzatib boring. Tamam. Haydi, yilib olib Termoda yarim tayyor mahsuloti, bu esa tayyor mahsulot. Narsani eslatib o'taman, Engelbert etiketkadan termo profillar Benham etiketkaga o'zgaradi. Bundan bag'is sizlarga shunaqa mahsulot bo'ladi. Akfa kompaniyasining rasman tasdiqlagan e'loni bor. Engelbert etiketka endi bundan bag'is chiqmaydi. Benham etiketkada chiqadi mahsulotlar. Ko'rib turganlaringizda hamma yo'q Benham etiketkada. Bu profil Amerikaga eksport bo'lar ekan. Uni vazifasi quyosh panellarida bir-biriga qatirish uchun soedinitelь vazifasini bajarar ekan. Biz Benham zavoddan ishlab chiqarib tayyor upakovka bo'lgan mahsulotlar omboriga keldik. Xo'p. Bu upakovka bo'lib tayyor bo'lganlar eksportga tayyorlangan hammasi. Bu zavodda har bir ishlab chiqilayotgan mahsulot hamma proses laboratoriya asosida yuqori aniqlikda ishlab chiqariladi. Bu nimaga? Talabga javob berish va uzoq yil xizmat qilish vazifasini bajaradi. Xo'p, bu profil stiklaniy perilaladi profili. Hammasi qo'shni davlatlarga eksport bo'lib chiqib ketadi, hamma mahsulotlar bular. Alyumin profillarni laboratoriya bo'limiga kiryapmiz. Buni ishlab chiqilgan mahsulotlar shu joyda laboratoriyadan o'tkaziladi.
Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Biz Akfa zavodini alyuminiy ishlab chiqarish laboratoriyasiga keldik. Hop, bu joyda har bir ishlab chiqilayotgan mahsulotdan X soat davomida profillardan namuna olib kelinadi. Profillarda o'sha kislotali suvda qaynatib pokraskaga tayyorligini va qanchalik udariga profil qayishqoqligini tekshirish uchun har X soatda namuna olib test o'tkazib turishadi. Bulardan maqsad sizlarga sifatli mahsulot, uzoq yillik xizmat kafolati beradi.